Bizga juda ham ko'p kelib tushadigan savollardan yana bittasi bu oldin atkaz olganlar yana vizaga qayta topshirsa bo'ladimi? Bo'ladi, agarki siz Telex vizadan atkaz olmagan bo'lsangiz. Nimaga bunaqa deyotganimni video oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Birinchi o'rinda atkaz oldi degani bu hayot tugadi degani emas. Agar siz Koreya elchixonasidan atkaz olgan bo'lsangiz, bu degani faqatgina siz o'sha semestr uchun atkaz oldingiz va 3 oydan keyin qayta ariza topshirsangiz bo'ladi va vizangizni olsangiz bo'ladi. O'sha kamchilik va xatolaringizni to'g'rilagan holatda. Umuman olganda, agar siz bitta semestrdan atkaz oladigan bo'lsangiz, keyingi semestrga qayta topshirsangiz bo'laveradi. O'sha kamchiliklaringizni, umumiy hujjatlaringizni to'g'rilagan holatda yoki ishonchli biron bir konsalting xizmatdan foydalangan holatda. Endi videoni boshida agarki siz Telex vizadan atkaz olmagan bo'lsangiz deb aytganimizni sababini hozir keltirib beramiz. Agarki siz Telex vizadan atkaz olgan bo'lsangiz, bu keyingi semestr topshirganingizda yana bir marta bo'lganda ham 6-band bilan atkaz olishingizga sabab bo'ladi. Nima uchun? Chunki odatda Telex vizada Koreya immigratsiyasiga til kursi dasturi bo'yicha topshirayotgan talabalar 99% holatda ota-ona yillik daromadini soxtalashtirgan holatda topshiradi. Va bu keyingi semestrda atkaz olgan taqdiringizda til darajangizni ko'tarib, O'zbekistonda kasbiy ta'lim, bakalavr yoki magistratura istalgan o'sha viza turi bo'yicha topshirganingizda, o'sha eski til kursiga topshirgan ota-ona yillik daromadingiz ba'zida ko'rinadi va elchixona bilan Koreya immigratsiyasi ba'zi bir-biriga share qilganligi sababli siz aynan o'sha topshirgan period uchun emas, undan oldin topshirgan Telex viza paytida topshirgan ota-ona yillik daromadingizni soxtalashtirganingiz uchun 6-band bilan atkaz olasiz. Shuning uchun ham keyingi semestrga topshirayotgan paytingizda iloji boricha atkaz olishlik holatingizni hisobga olgan holatda risklaringizni minimallashtirgan holatda topshirishlikni tavsiya qilamiz. Ya'ni o'sha KDB bank shotlarini o'zingiz qo'yishligingiz, iloji boricha rasxodlaringizni kamaytirgan holatda topshiring, chunki 6-band bilan atkaz olishingiz muqarrar. Agar sizda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni oldin Telex vizadan atkaz olgan holatingiz bo'ladigan bo'lsa va keyinchalik yana o'qishni davom ettirish uchun ariza topshirmoqchi bo'lsangiz, EduPlus Agency'ga murojaat qilsanglar, biz iloji boricha rasxodingizni minimallashtirgan holatda vizaga topshirib berishlikka harakat qilamiz. Atkaz olgan taqdiringizda ham keyingi semestr uchun, ya'ni viza olguningizgacha bo'lgan servisni o'z ichiga oladigan alohida uslubalarimiz bor. Koreya va viza olish prosessi, umuman chet elda ta'lim olish bo'yicha qanaqadir savolinglar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda yozib ketinglar. Biz bu bo'yicha alohida video qilishga harakat qilamiz va video foydali bo'layotgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.